Ramazan iyi mağfiret iyidir. Müslim'de rivayet kılınan başka bir hadiste Peygamber aleyhisselam 5 vakt namaz, Cümadan Cümagacha, Ramazandan Ramazangacha bo'lgan vaqtlar gunohlarni yo'q chiqaradigan vaqtlardir. Agar cho'ng gunohlardan saqlana olsa degan. Cho'ng gunohlar Alloh taologa shirik keltirish, ota-onani qaqshitish, yolg'onga guvohlik berish, zino qilish, aroq ichish va boshqalar. Bu hadisdan shuni bilib olamizki, 5 vaqt namozni va juma namozlarini vaqtida durust ado qiladigan, Ramazon ro'zasini tutadigan kishi agar cho'ng gunohlardan saqlana olsa, uning kichik gunohlari yuqoridagi ibodatlarning yuzidan kechirim qilinib turadi.